Xo'p, endi biz animatsiyalarda ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Xo'p, hozir buni birinchi flowga o'tkazaman va device'da iPhone 13 ga o'zgartiraman. Qanaqa ranglari bor buni? Xo'p, mana iPhone 13 ga o'zgardi. Endi mouse enter deydi bu. Xo'p, mana 10 tabda o'tkazib turaman. 10 tabda birinchi navigate to, ikkinchi change to. Change to bu nimalarda bor? Variantlarda bo'ladi. Uni keyin ko'rib chiqamiz. Xo'p, open overlay. Open overlay nima? Hozir buni tushuntiraman. Xo'p, mana bitta bu yoqqa aytaylik model screen degan narsa bor, ko'rgan bo'lsanglar. Model screen bitta masalan tursa, mana shunday page turibdi telefonda. Uni ustida confirmation nimadir chiqadi, nimadir o'chirmoqchi bo'lsangiz delete yoki nima, delete yoki cancel degan narsa. Xuddi shunaqa narsalar bu. Xo'p, mana masalan bitta frame chizdimda. Frame chizdim. This is model deb yozib qo'ydim. Xo'p, mana. Endi buni ishlaymanda, bu yoqqa olib kelaman. Bunga o'layman. Navigate'imiz open overlay qilaman. Endi bunga o'tamanda bosdim. Yani this is model deb chiqdi. Ikkalasi ham oq bo'lgani uchun o'z nima qilmayapti. Xo'p, buni rangini o'zgartirib turaman hozir. Deb orasidagi farqni sezishimiz uchun. Mana. Bosdim, ustiga chiqdi bu. Xo'p, endi qarang. Open overlay bo'lgandan keyin bu yoqda ba'zi nimalar chiqadi. Ya'ni centered bor. Ya'ni overlay qayerda chiqsin? Screenda. O'rtasida turibdi hozir. Buni o'zgartirish mumkin. Yani top left, o'ng tomon bu yoqqa, pastga, bu yoqqa, bottom right, bottom center yoki manual. Qo'l bilan istalgan joyimizga masalan mashqa qilib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, masalan men centerda turibdi. Mana bu yoqlarda bunday qilib mana o'zgartirishim mumkin. Xo'p, keyingisi close when clicking outside. Modelkadan, mana modelka ochilib turibdi. Tashqariga bosgan paytimda modelkani yopib yuborgan. Xo'p, mana yoqib qo'ydim buni. Bosdim, yopdi modelkani. Bosyapman tashqariga, modelkani yopib yuboryapti. Xo'p, keyingisi add background when behind overlay. Ya'ni overlayga orqasiga background qo'shaman. Bosdimmi? 25% turibdi aytaylik mana. Bosdim, 25% dark nima qo'shildi. Odatda ko'rgan bo'lsangiz, modelka ochilgan paytda orqadagi elementlardan modelkani ajratib turish va bor fokusni modelkani o'ziga berish uchun orqaga overlay qo'yiladi o'zi odatda. Hozir ham xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Xo'p, hozir battanimiz qora bo'lgani uchun unchalik ham bu sezilmayapti. Mana endi bosgan paytda mana. Endi buni oppoq qilib qo'yish kerak. Mana endi seziladi yaqqol mana. Hozir buni yana ham kuchaytirishimiz mumkin. Demak mana 70% qilib qo'ysam, mana. Endi yaqqol e'tibor mana shu modelga tushadi. Endi buni animatsiya turlari bor. Xo'p, animatsiya turlarini shu yerda ko'rib ketaveramiz. Bu yoqda hozir dissolve yoniq bo'ladi. Ya'ni sekin yonadi, sekin o'chadi. Keyingisi move in. Move in yoniq bo'ladi. Move in deb bosib, ichki pastdan chiqarib qo'yaman aytaylik mana. Bunday chiqib keladi animatsiya. Ya'ni modelka pastdan bunday ko'tarilib keladi, chiroyli bo'lib. Hozir 300 ming ko'plik qilyapti, 100 qilsam, mana. Ko'p chiqib kelyapti pastdan. Buni odatda iOS ishlatadiganlar bo'lsa, pastda ana delete-larda modelkasi boshqacharoq, ya'ni delete, cancel pastdan o'shanaqa chiqib keladi. Bu o'shaning uchun qulay. Ya'ni masalan, bu tomondan chiqib keladigan qilsak bo'ladi ana. Chiqib keldimi, o'sha tomonga qarab kirib ketadi keyin. Xo'p, keyingisi swap overlay. Xo'p, hozir swap overlayni yana tushuntiraman. Buni modelkani kopiya qildimda, buni o'rtaga olaman. This is swap overlay deymanda. Buni shriftni o'zgartiraman aytaylik. Qanaqa shrift bo'ldi bu? Yo'q. Georgia degan shriftga o'zgartiryapman. Da razmerini 50 yo'q, 50 ko'p ekan. 30 qilyapman, ya'ni kattalashtiryapman razmerini da. Buni rangini aytaylik oppoq, o'zi frame rangini aytaylik ko'k qilyapman mana. Ko'k emas, qizil qilaylik hozir. Mana.
Tak. Xo'p, mana qarang. Xo'p, endi qarang, buni bosganimda model ochilyapti. Buni ushlaymanda, mana tekst ushlab, bunga ulaymanda, buni swap overlay qilaman. Ya'ni swap overlay nima degani edi? Mana bitta model ochiq turibdi, yana bitta model bor. Buni modelni bossam, o'sha model joyi shunday almashadi ikkalasining joyi. Xuddi shu narsa swap overlay deyiladi. Mana. Hozir buni bosganimda open overlay bo'lsin. Mana bu overlay ustiga bossam swap overlay bo'lyapti. Ya'ni tushundik-a? Mana bitta model turibdi. O'shani swap overlayni ulaganimizda ikkinchi modelga. O'sha model ikkita modelga joyi almashadi. Xo'p, mana yana boshdan o'rgataman. Mana bu modelga ochdik. Telegram 75 50 ta turibdi. Pastdan chiqib kelyapti. 150 ta 150 millisekundda pastdan chiqib kelyapti. Xo'p, buni bosgan paytimda bu ulanyapti-da. Swap overlay bu instant o'zgaryapti mana. Buni yoqib qo'yaman. Bosdim, mana instant o'zgaryapti. Bir xil. Xo'p, buni ham o'sha instant dissolve smart animate ham bor bunda. Ya'ni mana. Hozir smart animatelik narsa yo'q bu yoqda. Mana moving qilaylik-da, endi bu tepadan tushib kelsin mana. Buni yoqdan pastdan chiqdimi? Bu tepadan chiqib kelyapti. Endi odatda bu juda xunuk animatsiya bo'ladi. Shuning uchun instant qilib qo'yganim ma'qul. Mana. Bosdim o'zgaryapti. Xo'p, bu swap nima uchun swap overlay? Buni open overlay qilsam, mana qarang. Ikkalasini ham open overlay qildimda, qanaqa holat bo'ladi? Buni bosdim, open overlay ochdi. Buni bossam, yana bitta overlay ochyapti-da. Bunga men 70 qo'yapti. Hozir ikkita 70 bo'lib ketyapti. 70 ustiga yana 70 qo'yapti. Hozir 140 bo'lib ketmayapti. O'sha 70% ustiga yana 70% qo'shilyapti uniki. Ya'ni 70% 70% qo'shilyapti. Xo'p, mana endi buni aytaylik 0 qilib qo'ysamchi desak, mana 0 qilib qo'ydim. Ya'ni bosdim-a, bu modelni ochdim. Buni hozir bossam, bitta model yopiladi, ikkinchisi orqada hali turavergan bo'ladi. Buni ham yopish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bu open overlay ustiga yana bitta open overlay qilinmaydi, swap overlay qilinadi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi bu. O'chirib yuboraman. Keyingisi close overlay bor. Keyingisi hozir buni emas. Close overlay. Close overlay nima? Bu close overlay bunga ulanmaydi, odatda bunga ulanadi. Xo'p, mana aytaylik, mana yerda bitta nima turadi? X turadi burchagida aytaylik mana. Mana turibdi. Hozir endi X bunaqa tekst bilan yozilmaydi odatda. Ikonka bo'ladi. Ikonkalarni keyin ko'rsatamiz. Mana. Xo'p, buni ushlaymanda bunday olib kelsam aytib turadi o'zi. Ikkita nima bor? Back, close overlay. Close overlay bosim qo'yib yubordimmi mana? Buni bossam open overlay ochdi. Buni bossam modelni yopib yubordi. Ya'ni X lar turadi burchakda. Bossam modelga yopib yuboradi. Xuddi shu narsa. Close overlay. Keyingisi back. Hop, backlarni menimcha keyin darsda ko'rib chiqamiz hozirga. Shu yetarli.